Qayerdan topaman men hozir? Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qayerdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastvorda ham qora. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana amir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastvorni qora. Umid aka qonim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzusiga yedim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yesh hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvorni qora. Charchading-a onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastvorga oyog'imni tiqiymizdekkin ekanman. Zebo, tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi, men borman-ku. Ertaga kelaman. Umid aka!